Demak, erta bo'shanish o'zi nima? Nima sababli yuzaga keladi? O'zi qachon erta bo'shanish deb tashxis qo'yish kerak bo'ladi? O'zi jinsiy aloqa davomiyligi qancha bo'lishi kerak va qanchadan keyin bo'lsa erta bo'shanish bo'ladi? Shu savollarga men bugun javob berib o'taman sizlarga. Va davolash usullari, qanaqa qilib samarali davolash mumkin erta bo'shanishni. Xo'p, menga eng ko'p keladigan savollardan bittasi jinsiy aloqa davomiyligi qancha bo'lishi kerak? O'zi qanchadan kam bo'lsa erta bo'shanish hisoblanadi. Jinsiy aloqani davomiyligi mana shuncha minut bo'lishi kerak deb hech qaysi kitobda, hech qaysi urologika yoki andrologik kitobda, hech qaysi jurnalda, ilmiy amaliy jurnallarda yozilmagan. Ya'ni jinsiy aloqani davomiyligi normasi yo'q. Buni normasini qanaqa qilib belgilaymiz? Butun dunyo olimlari, urologlar aytadi, jinsiy aloqa davomiyligi norma hisoblanadi qachonki oldin ayol kishi orgazm bo'lib, oldin ayol kishi bo'shanib turib, keyin erkak kishi bo'shansa, demak, mana shunaqa jinsiy aloqa sifatli hisoblanadi va normal jinsiy aloqa hisoblanadi. Bu bo'lishi mumkin 2 minut bo'lishi mumkin 5 minut bo'lishi mumkin yarim soat. Qachonki sizni jinsiy partnyoringiz oldin bo'shanadi, orgazm hosil qiladi va keyin siz bo'shansangiz, demak bu holat normal jinsiy aloqa hisoblanadi. Demak, bu 2 minut ham, 5 minut ham, 10 minut ham, yarim soat ham bo'lishi mumkin. Lekin statistika degan narsa bor tibbiyotda. Ko'pchilik ayollarni bo'shanish muddati, ya'ni orgazm olish muddati bu 7-8 daqiqadan keyin amalga oshadi. Ya'ni 70-80% ayollarda bo'shanish muddati 7-8 minutdan keyin. Demak, shu statistikaga qaraydigan bo'lsak, aloqa sifatli hisoblanadi qachonki aloqa davomiyligi 7-8 daqiqadan ko'p davom etsa. Demak, erta bo'shanish o'zi nima sababli yuzaga keladi? Nima sababli ba'zi bemorlarda 1 daqiqa davom etadi aloqa davomiyligi, 2 daqiqa va ko'pchilik bemorlarda ayolini orgazm qildirishga yetarli emas jinsiy aloqa davomiyligi. Даже o'zbekchilikda ayollar даже aytmaydi ham eridan orgazm bo'lmayotganligini va qoniqish hosil qilmayotganligini даже aytmaydi ayol eriga. Va erlari даже ko'pchiligi bilmaydi ham o'zida erta bo'shanish borligini. Ko'pchilik bemorlardan so'rasak, jinsiy aloqa davomiyligi qancha desak, 1 minut deb aytadi, 2 minut deb aytadi. Bu yaxshi emas-ku, bu normal holat emas-ku desa, даже o'zlari bilmaydi ham shu holatni normal holat emasligini. Xo'p, demak, erta bo'shanishning sabablari nima? Ko'pchilik erta bo'shanish prostatitdan yuzaga keladi deb o'ylaydi. Ko'pchilik doktorlar prostatitni davolaydi yoki bo'lmasam uylanishdan oldin har xil issiq ukol, kalsiy glyukonat, kalsiy xlorid shunaqa dorilar qiladi erta bo'shanishni davolash uchun. Вообще-то uylanishdan oldin erta bo'shanish deb tashxis qo'yishni o'zi noto'g'ri. Qachon erta bo'shanish deb tashxis qo'yiladi? Qachonki erkak kishi uylanib yoki uylanmasdan turib ham regularniy 2-3 oy davomida jinsiy hayot kechirsa. Ya'ni bemor uylandi yoki uylanmadi-yu, u bu ayol bilan 2 oy davomida regularniy jinsiy hayot kechiryapti. Regularniy degani har kuni jinsiy aloqa bo'ladi yoki через день jinsiy aloqa bo'ladi va jinsiy aloqa davomiyligi hali ham o'sha kam. 1 minut yoki 2 minut yoki 3 minut. O'sha uylanishdan oldin ham shunaqa edi. Uylangandan keyin ham 2 oydan keyin ham shunaqa. Shunaqa holatda erta bo'shanish deb tashxis qo'ysak bo'ladi. Uylanmagan bolalarga, regularniy jinsiy aloqa qilmaydigan bolalarga erta bo'shanish deb tashxis qo'yib bo'lmaydi. Sababi uzoq muddat jinsiy yaqinlik bo'lmasa, uylanmagan hali oyda 1 marta bo'ladi, 2 oyda 1 marta bo'ladi jinsiy aloqa. Bunaqada hammada erta bo'shanish bo'ladi. Bu normal holat. Lekin doimiy ravishda jinsiy yaqinlik bo'lib turib ham erta bo'shanish bo'lsa, unda bu kasallik. Xo'p, nima sababli yuzaga keladi erta bo'shanish? Erta bo'shanishning sabablari juda ko'p. Eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasi bu jinsiy olat golovkasini, ya'ni bosh qismini sezuvchanligini oshib ketishi. Ikkinchi sababi bu prostata bezi va urug' pufaychasidagi har xil yallig'lanish kasalliklari va uchinchi sababi bu psixologik erta bo'shanish, ya'ni miyada jinsiy aloqaga javob berish markazlarida ta'sirchanlikni oshib ketishi va shartli reflekslarning paydo bo'lishi va bundan tashqari yana
urug' pufakchasining gipertrofiyasi va shunga o'xshash har xil sabablar. Bularni ichida eng ko'p uchraydigani bu erta bo'shanishni olib keladigan jinsiy holat boshqachasini sezuvchanligini oshib ketishi. Juda ko'p holatlarda 80-90% holatlarda mana shu sabab yuzaga keladi. Bunaqa holatda demak davolash choralarini masalaga yozma ravishda tushuntirib beraman. Demak, bo'shanish mexanizmi qanaqa erkak kishida? Qanday qilib bo'shanadi? Demak, bu jinsiy holat boshqachasi, bu miya, bu urug' pufakchasi, ya'ni urug' yig'ib turadigan joy. Xo'p, demak, jinsiy holatga teri tagidan mana shunaqa nerv tolalari keladi. Men 4 ta chizdim, aslida u yerda ko'p bo'ladi, o'nlab nerv tolasi bo'ladi. Va teri tagidan kelgan nerv tolasi holat boshqachasiga kelganda mana shunaqa mayda-mayda shoxlarga bo'linib ketadi, juda ko'plab shoxlarga. Va har bitta nerv tolasini uchida retseptor degan narsa bo'ladi. Ya'ni bu sezadigan narsa. Bizning tanamizda 3 xil retseptor bo'ladi, jinsiy holatda ham. Ya'ni baroretseptorlar bular ishqalanishni sezadi. Ya'ni jinsiy aloqa qilayotganimizda asbob kirib chiqqanda bu retseptorlar ishqalanishni sezadi. Ikkinchi retseptorlar og'riq retseptorlari og'riqni sezadi. Uchinchi retseptorlar termoretseptorlar, ya'ni sovqotganni yoki kuyganni, issiqni, sovuqni sezadigan retseptorlar. 3 xil retseptorlar bo'ladi tanamizda. Shu jumladan jinsiy holat boshqachasida ham. Demak, biz jinsiy aloqa qilayotganda bu yerdagi baroretseptorlar ishqalanishni sezadi va bu sezgi impuls deyiladi. Impuls bo'lib turib, nerv tolalari orqali mana shunaqa miyaga ketadi. Miyani jinsiy aloqaga javob berish markaziga boradi bu narsa. Demak, impuls holat boshqachasidan, retseptorlardan nerv tolasi orqali miyani jinsiy aloqaga javob berish markaziga keldi. Demak, biz maza qilayotganimizni miya sezdi, nerv tolasi orqali keldi. Va miya jinsiy aloqaga javob berish markazi urug' pufakchasiga impuls yuboradi. Demak, urug' pufakchasiga kelgan impuls ta'sirida urug' pufakchasi qisqaradi, bu yerda urug' to'planib turadi va buni qisqarish oqibatida urug' otilib tashqariga chiqadi. Demak, mexanizm oddiy, bo'shanish mexanizmi oddiy. Demak, holat boshqachasidagi retseptorlar sezadi, sezgi bu nerv tolasi orqali miyaga keladi, miya nerv tolasi orqali urug' pufakchasiga buyruq yuboradi, ya'ni urug'ni otib chiqarish kerak degan buyruqni. Va miyadan kelgan buyruq ta'sirida urug' pufakchasi devoridagi muskullar qisqaradi, urug'ni otib tashqariga chiqarib beradi. Mana shu narsa bo'shanish mexanizmi. Hammada shunaqa. Hammada bir xil bo'ladi. Demak, bo'shanish mexanizmi shunaqa ekan, davolash ham 3-4 xil yo'llari bor davolashning. Bir necha xil usullari bor. Birinchi usul demak, mamont sezuvchanligi tufayli erta bo'shanish bo'lyapti-yu. Demak, sezuvchanligini pasaytiradigan usul. Lidokain preparatlari. Lidokain. Demak, bularning spreysi bor, sepadigan, maz varianti bor, krem varianti bor. Hammasini vazifasi bitta. Lidokain oddiy tishimiz og'riganda oladigan ukol o'sha lidokain, ya'ni muzlatadigan ukol. Buni spreysini sepganimizda mammontdagi retseptorlarga ta'sir qiladi-da, retseptorlar yaxshi sezmay qoladi. Buning oqibatida yaxshi sezmaslik oqibatida miyaga impuls bormaydi va shuning oqibatida urug' kechikib otilib chiqadi. Jinsiy aloqa vaqti uzayadi. Demak, yaxshi tomoni demak, jinsiy aloqani vaqtini uzaytirib beradi, yomon tomoni bir martalik, ya'ni har bitta jinsiy aloqadan oldin buni sepish kerak bo'ladi. Birinchi yomon tomoni, ikkinchi yomon tomoni, buni sepganimizda sezuvchanlik butunlay pasayib qoladi-da, odam nima qilayotganini his qilmaydi. Ya'ni asbob taxtaga o'xshab qotib qoladi, nima qilayotganini his qilmaydi, kayf qilmaydi. Demak, birinchi davolash usuli shu. Ikkinchi davolash usuli demak, bu miyani jinsiy aloqaga javob berish markazlariga ta'sir qiladigan dog'lar. Eng ko'p ishlatiladigan bu dapaksitin preparatlari. Demak, dapaksitin preparatlari ishlanimizda miyani jinsiy aloqaga javob berish markazlarini bloklab qo'yadi. Biz jinsiy aloqa qilamiz, mamont sezadi, retseptorlar orqali sezgi nerv tolasi orqali miyaga keladi. Miya mamont tormozlanganligi uchun bu yoqqa buyruqni bera olmaydi, urug' pufakchasiga urug'ni otib chiqaradigan buyruqni bera olmaydi, kechikib beradi va shuning oqibatida jinsiy aloqa vaqti uzayadi. Demak, yaxshi tomoni jinsiy aloqa vaqtini uzaytirib beradi dapaksitin dorisi. Yomon tomoni doimiy ravishda qabul qilib yurishga bo'lmaydi bu.
Ya'ni oyda bir marta, oyda 2 marta ichib tursangiz bo'ladi, doimiy ravishda qabul qilib beradigan bo'lsa, libidoni pasaytiradi. Ya'ni jinsiy aloqaga bo'lgan xohishni kamaytiradi va erektil disfunksiya, ya'ni asbobning turishini salbiylashtirib yuboradi. Demak, ikkinchi davolash usuli, demak, tabletka formasi. O'sha har xil Instagramda, internetda, har xil YouTube'da reklama qilinayotgan tabiiy vosita, jinsiy aloqa vaqtini uzaytiradi, unaqa qiladi, bunaqa qiladi deb reklama qilib sotayotgan dorilarning tarkibida hammasida o'sha dapaksitin dorisi aralashtirilgan. Ya'ni tabiiy vosita deb o'sha oddiy kraxmalni oladi, nimadir bargini oladi, maydalaydi, ichiga dapaksitinni maydalab qo'yib aralashtirib oladi. Ichgan paytingizda jinsiy aloqa vaqti uzayadi. Даже shu tabiiy asal jinsiy aloqa vaqtini uzaytiradi deb sotadiganlarning ichiga ham dapaksitin aralashtirib qo'yadi ular. Siz ichasiz yoki asalni yeysiz, qarasangiz jinsiy aloqa vaqti uzayyapti. Sababi ichida mana bunaqa borisi bor dapaksitin. Demak, ikkinchi tabletka varianti ham doimiy emas, vaqtinchalik. Har safar jinsiy aloqadan oldin ichish kerak bo'ladi va doimiy ichib turishga bo'lmaydi. Libidoni pasaytiradi. Demak, uchinchi davolash usuli bu filler degan usul bor. Filler. Demak, fillerda nima qilinadi? Filler xuddi ayollarni labini boteks qiladigan moddaga o'xshagan modda. Demak, bu modda mamatga yuborib chiqiladi, terining tagiga, golovkasiga, terining tagiga jo'natib chiqiladi. Terining tagida mana joylashgan retseptorlarning ustini qoplab oladi. Va retseptorlarning ustini qoplab olishi oqibatida mamatdagi sezadigan retseptorlar yaxshi sezmay qoladi. Xuddi retseptorlarning ustini yostiqchaga o'xshab qoplab oladi va shuni oqibatida mana retseptorlar yaxshi sezmaydi, sezuvchanlik pasayadi. Sezuvchanlik pasaysa miyaga boradigan impuls kamayadi. Impuls kamaysa miyaga miyani urug' foydachasiga beradigan buyrug'i kechikadi va jinsiy aloqa vaqti uzayadi. Yaxshi tomoni, demak, aloqa vaqtini uzaytirib beradi, yomon tomoni bu ham doimiy emas. Ba'zi bir urologlar jinsiy aloqa vaqtini uzaytiramiz va asbob kattalashadi deydi. To'g'ri, asbob nisbatan kattalashadi, ya'ni filler qilinganda 2 yoki 3 millilitr qilinadi, asbob unaqa bir kattalashib ketmaydi, 2-3 millilitrga kattalashadi, 2-3 grammga. Bu arzimagan va jinsiy aloqa vaqti uzayadi, lekin yomon tomoni fillerni so'rilish muddati bor. 6 oy ichida mamki yuborilgan filler so'rilib, butunlay so'rilib ketadi va so'rilib bo'lgandan keyin sezuvchanlik yana tiklanadi va yana erta bo'shanish kuzatiladi. Demak, 4-chi usul bu selektiv denervatsiya operatsiyasi. Bu qanday amalga oshiriladi? Demak, olat boshchasini tegidan, ya'ni sunnat qilinadigan joyimizdan taxminan 1-1,5 sm atrofida faqat teri kesiladi. Chuqur kesilmaydi, faqat terisi kesiladi va teri tagidagi mana bu 4 ta chizib qo'yibman. Aslida o'nlab nerv tolalari bo'ladi. Nerv tolalari topiladi. Topilgan nerv tolalar lazer bilan uziladi va yana qayta bir-biriga ulab qo'yiladi, tikib chiqiladi nerv tolalari. Bundan maqsad nima? Mana bu oddiy nerv tolasi, mana bu operatsiya qilib uzib, yana ulangan nerv tolasi. Aynan ulangan joyda tugun paydo bo'ladi, bir turush to'qimadan iborat tugun va shuni oqibatida bu tugun orqali impuls o'tishi qiyinlashadi. Mana bu yerda boya tushuntirdim sizlarga. Ya'ni olat boshchasi sezadi va sezgi impuls bo'lib turib miyaga ketadi deb. Uzib bir-biriga ulangan nerv tolasida tugun orqali impuls o'tishi qiyinlashganligi uchun impuls miyaga kechikib yetib boradi va miya kechikib urug' pufaychasiga buyruq beradi va urug' kechikib chiqadi. Shuni oqibatida jinsiy aloqa vaqti uzayadi. Oddiy nerv tolasi orqali tez o'tib ketadigan bo'lsa, tugun bo'lgan joydan impuls o'tishi qiyinlashadi. Bu operatsiya mutlaqo xavfsiz, mutlaqo zararsiz, faqat jinsiy aloqa vaqtini uzaytirish uchun xizmat qiladi. Ya'ni bu operatsiyani asbobning turishiga yoki farzandli bo'lishga aloqasi yo'q. Ya'ni asbobning turishini yaxshilab ham bermaydi, yomonlab ham bermaydi. Ya'ni bu operatsiyadan asbob turishi yaxshi ham bo'lmaydi, yomon ham bo'lmaydi. Oldin qanaqa bo'lsa, shunaqaligicha saqlanib qoladi. Va farzandli bo'lishga ham aloqasi yo'q bu narsani. Oldin qanaqa farzandli bo'layotgan bo'lsangiz, yana shunaqa bo'laverasiz. Urug'ingizni foizi oldin qanaqa bo'lsa, yana shunaqa bo'laveradi. Bu operatsiyadan maqsad, demak, aloqa vaqtini uzaytirish bo'ldi. Demak, mana bu nervlarni tikib turib, ular uzib turib, yana tikib qo'yish orqali aloqa vaqtini uzaytirib berish.
mutlaqo xavfsiz, zararsiz va sezilarli darajada aloqa vaqtini uzaytirib beradi va effektivligi doimiy saqlanib qoladi umringiz oxirigacha. Vaqtinchalik emas. Amlidekain bir martalik, tapaksitin bir martalik, filler 5-6 oylik. Selektiv innervatsiya bu doimiy umringiz oxirigacha. Sababi mana bu nerv tolasi uzib tikilgandan keyin mana bu yerda paydo bo'lgan chandiq tugun umringizni oxirigacha saqlanib qoladi va erta bo'shanish muammosidan umringizni oxirigacha xalos bo'lasiz.